Xo'p, mana bu yerdagi absolyut rangli quti. Bu yerda mana absolyut rangli quti klass nomimizni yozamiz va positionni bunga. Kelinglar, birinchi bunga position berishdan oldin show preview qilamiz. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, absolyut rangli qutimiz mana bu yerda joylashgan. Xo'p, endi biz bunga positionni absolyut beramiz. Ko'rib turganingizdek, mana bu bitta yuqori qavatga chiqdi-da, uni o'rnini, undan keyingi kontentlar to'ldirdi. Bu xuddi mana shu yerda yo'qday bo'lib qoldi. Bu yuqori qavatga chiqdi-da, z indeksda bitta yuqoriladi. Mana qolganlardan z indeks nimaligini keyinroq tushuntiraman inshaalloh. Va u mana shu o'zini o'rnashgan o'rnida turib qoldi. Ana endi buning hech qanday ota qismiga, mana bu ul ga yoki bo'lmasa mana bu div qismlariga yoki buni mana bu main qismlariga hech qaysi biriga position turi statikdan boshqa berilmagan bo'lsa, o'zi doim avtomatik statik bo'ladi. Agar mana shu statikdan boshqa berilmagan bo'lsa, bu endi mana bu viewportga nisbatan ishlaydi. Misol uchun top qismini 0 piksel qiladigan bo'lsak, xo'p, mana bu yerda ko'rib turganingizdek, mana top qismi 0 holatda bo'lib qoldi. Mana bu chap tomonlari bo'lsa, mana chap tomonlariga joy beradigan bo'lsak, hop, bunga 0 piksel qiladigan bo'lsak, ana endi bu mana bu viewportning chap tomoniga nisbatan 0 bo'lib qoldi. Agarda mana shuni top yoki bottomga hech qanday berilmaydigan bo'lsa, mana bu o'zining o'rnini qayerda joylashgan bo'lsa, ana shu o'rnidan bitta yuqori qavatga chiqqanda, ana endi ana shunga nisbatan o'ng tomon, chap tomon bo'lib joy tashlaydi.